Assalomu alaykum, hurmatli kanal hisoblanuvchilari. Ha, Savollarni hozir sizlar kodrasini topish bizdan so'ralgan. Eng avvalo nima qilamiz? Ildiz turibdi bizda aniqlanish sohasini olamiz. Ildizda ostidagi ifoda noldan katta yoki teng bo'lishi kerak. Ya'ni -2dan ximiz katta yoki teng bo'lishi lozim degani bu. Hop, 3 darajasida ildiz x plus 2ni qavsdan chiqaraylik. Qoldi bizda x kvadrat minus 6 minus 9 qavsdan tashqariga chiqaramiz. 54 ham tenglikni chap tomoniga o'tkazamiz. X kvadrat minus 6 hozir bo'ladi barobar 0. X kvadrat minus 6ni umumiy ko'paytuvchi sifatida qavsdan tashqariga chiqarsak, 3 darajasida x plus 2 minus 9 barobar 0 tenglama hosil bo'ldi. Xo'p, ko'paytuvchilarni 0 ga tenglaymiz. Ko'paytma 0 bo'lishi uchun x kvadrat minus 6 barobar 0 va 3 darajasida x plus 2 barobar 3 darajasida 2 ekan. Bu holda tenglamalarni yechsak, x birimiz ildiz ostida 6, minusdan ikkinchisida ildiz ostida 6ni o'zi, uchinchi holatda x plus 2miz 4 ga teng bo'lishi kerak va ximiz 2 ekanligi kelib chiqadi. Va biz bu yerda hozir aniqlanish sohasiga tekshirib o'tishimiz kerak. -2dan kattami bu? Yo'q. -2dan kichkina. -6 bu katta, to'g'ri. Bu ham to'g'ri. Va bizdan aynan mana shu ildizlarni kvadratlari yig'indisini topish so'ralgan. Qoldi topsak, 6 qo'shilgan 4 barobar 10 hosil bo'ladi. Ikkinchi savolimiz planimetriyaga oid ekan. To'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Uni bitta kateti 2 ildiz ostida 2 ga, gipotenuzasi 4 ildiz ostida 5 ga teng ekan. U holda shu to'g'ri burchakli uchburchakni gipotenuzasiga tushirilgan bissektrisasi uzunligini topishimiz kerak. Bizda quyidagicha formula bor edi. Gipotenuza uchburchakni tomoniga tushirilgan bissektrisa bo'yicha bunda o'sha bissektrisa chiqqan burchak va shu burchakka yopishgan ikkita tomon kerak bo'lar edi. Shu formulani hozir to'g'ri burchakli uchburchakka tatbiq qilamiz. 2 ko'paygan katetlarni ko'paytmasi kosinus 45 gradus taqsim katetlarni yig'indisi. Bizda bitta kateti bor, ikkinchisini Pifagor teoremasidan topishimiz mumkin. Ya'ni 16 ko'paygan 5 ayrilgan 8, ya'ni 6 ildiz ostida 2. Demak, ikkinchi kateti 6 ildiz ostida 2 ga teng ekan. Formulaga qo'yib topishimiz mumkin. Bizda hamma narsa bor endi. 2 ildiz ostida 2, 6 ildiz ostida 2 ko'paygan 1 taqsim ildiz ostida 2 taqsim 2 ildiz ostida 2 qo'shilgan 6 ildiz ostida 2. Suratdagi ildiz ostida 2 ketdi bittadan. Xo'p, bizda nima qoldi? 24 ildiz ostida 2 suratda, mahrajda 8 ildiz ostida 2. Bizda natija 3 ga teng bo'ldi. Keyingi 3-savolimizga o'tamiz. Bu geometriyasidan olingan masala hisoblanadi. Milliy sertifikat topshiriqlarida ham shunga o'xshash savollar, oxirdagi o'ntali savollarda juda ham tez uchrab turadi. Bizda silindr, kesik silindr turibdi. Mana butun silindrni yuqori asosidan ma'lum bir qismini 30 gradus burchak asosida qirqib tashlangan va A, E, B, C silindr qolgan.
Endi aytilyapti, AB 12 ga teng, AY 4 santimetrga teng va mana bu burchak 30 gradusga teng bo'lsa, oxirida qolgan bizda kesik silindrni hajmini topish so'ralgan. Buni hajmini ikkiga ajratib olaylik. Tepadagisini bir, mana buni V1, pastdagisini V2 deb belgilab olaylik. Xo'p, e'tibor bersak, V1 nimaga teng? Bu burchak 30 gradus degani, mana bunisi 60 gradus degani, chunki A 90 gradus bo'ladida. Va mana bu burchak ham 60 gradus bo'ladi. AY umumiy tomon 4 ga teng va mana bu balandliklari ham teng bo'ladi. Ya'ni kesib tashlangan qismning hajmi bilan pastdagi mana V1 deb belgilab olgan hajmimiz o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni balandligi mana shu H1 ga teng bo'lgan silindrning hajmini yarmi V1 ga teng ekan. Demak, nimalarni topishimiz kerak? H1 topishimiz kerak. H1imiz 30 gradus qarshisidagi tomon va u gipotenuzani yarmiga teng. Gipotenuzamiz 4, demak H1imiz 2 ga teng ekan. U holda ADimiz, ya'ni diametr asosni, silindr asosining diametri 2 ildiz 3 ga tengligi kelib chiqadi. U holda radiusimiz ildiz 3 ga teng ekan. Hop, endi V1 bemalol topishimiz mumkin. V1 aytib o'tgandek, V PR kvadrat ko'paygan H1 taqsim 3 ning yarmiga teng. O'rniga qo'ysak, 3 demak pi ga teng ekan. V1 hajmimiz pi santimetr kubdan. Birliklarga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hozircha bu ta'sir qilmaydi, lekin ayrim masalalarda birlikka ham e'tibor berish juda ham muhim hisoblanadi. Demak, endi V2 ni hajmini topishimiz kerak. V2 ni endi balandligi nechiga teng bo'ladi? 12 dan 2 ni ayirganimiz 10 ga teng bo'lar ekan. Pi r kvadrat bu H2 deb belgilab qo'yaylik. Pi r kvadrat ko'paygan H2 taqsim 3. O'rniga qo'ysak, pi ko'paygan 3 ko'paygan 10 taqsim 3, ya'ni 10 pi santimetr kub bo'lar ekan. Bizda umumiy silindr hajmi, shunday kesik silindr hajmi V1 plus V2 ga, ya'ni pi plus 10 pi barobar 11 pi santimetr kub bo'lar ekan. Xo'p, uchala savolimizni ham yechimlari tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Savolinglar bo'lsa, albatta izohda yozib qoldiringlar. Fikringlarni kutaman.